Assalamu alaikum hürmetli televizyon köküçüler. Uyghur televizyosunun gündelik haberlerini görüşünle karşı alımız. Xitay İşleri Komiteti Xitay hükümetinin insaniyetga karşı cinayet sodir qilayotganligiga dair isbotlar bor edi. Dünya Uyghur Qurultiyi 2020 yilni Uyghur Madaniyat Festivali yili qilib bekitdi. Turkiyada Xitay miligi boykot e'lon qilishga ovoz qo'shgan shirkatlarning soni ko'paymoqda. Yaponiya pasporti dunyo bo'yicha afzalligi eng yuqori pasport bo'lib baholandi. Töven Edic'ten xabarlarimizdan tafsili mazmunlarda bo'lsin. Amerika Davlat Majlisi qaramaqidagi Xitoy ishlari komiteti 8 yanvar kuni e'lon qilgan yillik dokladida Xitoy hukumatining insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligiga dair kuchli paketlar bor deb ko'rsatgan. Sharq Turkistonning vaziyati Xitoy ishlari komitetining Xitoyning kishilik huquq va qonunning ijro qilinish vaziyati baholab chiqiladigan bu yillik dokladidan ayrim bir sahifa sifatida o'rin olgan bo'lib, buningda komitetimiz Xitoy hukumatining rayonda Uyg'urlar va boshqa musulmon turkiy millatlar ustidan insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligiga ishonildi deb yozilgan. Dokladda Sharq Turkistonning ahvoliga maxsus bir bob ajratilgan bo'lib, lagerlarning ahvoli, Uyg'ur o'smirlar duch kelayotgan turli fojialar va lager sirtidagi Uyg'urlarning ijtimoiy muhiti tafsili bayon qilingan. Xitoydagi siyosiy mahbuslar haqida to'xtalganda bo'lsa, Sharq Turkistondagi Toshpo'lat Tiyib, Rahila Davud, Abdug'ufur Abdurasul qatorliq shaxslar alohida misol qilingan. Butkul dokladning har qanday bo'ligida jumladan fikr erkinligi, diniy e'tiqod erkinligi, majburiy emgak, ayollarning xorlanishi, muhitning bulg'anishi, dinni xitoychilashtirish shuar ostida diniy e'tiqodni bevosita kontrol qilishga o'tayotganligi, buningdagi ig'ir ziyonkashlik hodislari islom dinida ko'rilayotganligi, bu holning hozir xristian, falun tariqati, buddizm qatorliq dinlarga kengayotganligi, Xitoy hukumatining bu orqali ham dinlarni, ham har qaysi millatlarni unumli kontrol qilish maqsadiga yetmoqchi bo'layotganligi degandek boblarning hammasida eng tipik misolning Sharq Turkistondan elinishi. Uni ko'rgan har qanday kishiga Uyg'urlarning qaysi darajada ezilayotganligini tafsili bayon qilgan. Amerika Davlat Majlisi qaramaqidagi Xitoy ishlari komitetining bu yillik doklati mazkur komitet raisi James McGovern va muavin raisi Mark Rubio'larning imzosi bilan e'lon qilinib, 8 yanvar kuni attiganda Amerika Davlat Majlisi binosida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilgan. Murosimning oxirida har qaysi shaxslar turli temalar bo'yicha savollar so'ragan. Komitet a'zolari o'xshamagan nuqtalardan javob bergan. Faoliyatga xeyli ko'p sondagi Uyg'ur jamoati qo'llarida lagerlarga so'langan urug' tuqqanlarning rasmlarini ko'tarishgan holda axborot yig'inida qatnashib, umumiy kayfiyatiga alohida mazmun qo'shgan. Yanvar günü Dünya Uyghur Qurultiyi raisi Dolqun Aysa Efendi Qurultayning to'g'ri televiziyasida nutq so'zlab, Dünya Uyghur Qurultiyining 2020 yilni muhojiratga Uyg'urlarning xalqaro Uyg'ur madaniyat festivali yili qilib bekitganligini e'lon qildi. 2020 yilni muhojiratga Uyg'urlarning xalqaro Uyg'ur madaniyat festivali yili qilib bekitish masalasi 2019 yili 7 dekabr kuni Belgiya poytaxti Bryusselda chaqirilgan Dünya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining 5-navbatlik yig'inida qaror qilingan. Dolqun Aysa Efendining bildirishicha, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda ilib berayotgan jazo lagerlari siyosati yolg'iz etini qirg'inchiliklar emas, o'z navbatida yana ro'shan holda madaniyat san'at qirg'inchiligini o'z ichiga olgan bo'lib, muhojiratga Uyg'ur san'atkorlarini harakatga keltirib, tutqundagi san'atkorlarning ovozini dunyoga anglatish navbatdagi milliy da'voning muhim bir tarkibiy qismi sanaldiganligini, muhojiratga da'voni ham siyosiy yo'lida, ham madaniy bir shaklda barobar ilib berish orqali Uyg'ur masalasini xalqaroda doimo jiddiy tema holida tutib turishi, Xitoyning Uyg'ur milliy harakatini terrorizm bilan qaralash suiqasdini bitchit qilishning zarurligini ta'kidladi. Dünya Uyghur Qurultiyi rahbarlarining bildirishicha, bu madaniyat festivali 2020 yili iyun oyida oldi bilan Myunxen shahrida boshlanib, orqadan Yevropadagi ta'sir kuchli bir qism davlatlarning poytaxti yoki siyosiy madaniyat markazi bo'lgan Berlin, London, Parij, Amsterdam, Bryussel, Stockholm qatorliq shaharlarda davomlashadi ekan. Faoliyatda san'at numurlari, milliy madaniyatga doir buyumlarning ko'raklari, jazo lagerlariga oid rasm ko'rgazmasi qatorliqlar bir gavda holida namoyon qilindi ekan. 2020 yilning millatimiz uchun xayrli bir yil bo'lishini tilayman va texmi zo'r utuqlarga vesile bo'lishga tilakdoshlik bildiraman. Aziz vatandoshlarim, qani marhamat bu faoliyatga moddiy va ma'naviy, fiziki jihatdan ishtirok qiling va 2020 yilda Sharq Turkiston davosini xalqaraga anglitishning bir avangard jangchisi bo'ling. Rahmat sizga. Türkiye'nin Denizli viloyatida boshlangan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa qarshi Xitoy bilan bo'lgan tijoratni sanmi to'xtat. Xitoy milliy import qilma nomli faoliyatga ovoz qo'shgan shirkatlarning soni 11 ga yetgan.
Uzun yıllardan bu yan Uygurlarni qo'llab kelayotgan Dankrom süt ishlab chiqarish mashinasi va zapchastlar shirkati mudiri Qodir Aqinji Xitoyga qarshi konkret ishlarni qilish uchun Turkiyadagi barliq shirkatlarni Xitoy melini import qilmaslikka chaqirish faoliyatini boshlagan bo'lib, hozirgacha Turkiyaning Denizli viloyatidagi 11 shirkatning ovoz qo'shganligini jakarlagan. Turkiya Tashqi savdo ministrligining oldida muxbirlarga bayonot berib, bu orqali Uyg'urlarning haqqoniy da'vosini qo'llaydiganligini, Xitoyning Sharq Turkistonliklarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa bo'lgan noroziliklarni bildirish, Turkiya hukumatini Uyg'urlarga ega chiqarishga chaqiriq qiladiganligi, uzun yillardan buyon Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lib kelayotganligi, oz deganda 15 yildan buyon Sharq Turkistondan kelgan Uyg'urlar bilan uchrashib, fikr almashtirib, hal qilishning yo'llari to'g'risida bosh qotirayotgan bir masala ekanligini, uzundan buyon Xitoyga norozilik namoyishlari o'tkazib, matbuot bayonoti berganligini, lekin bularning degandek unumi bo'lmaganligini, shunga Xitoyga iqtisodiy jihatdan ta'sir ko'rsatadigan bir faoliyat olib berish uchun mazkur faoliyatni boshlaganligini bildirdi. İstanbul'daki Uyg'ur iqtisodshunos Abdurishid Abdulhamid apandi Turkiya shirkatlarining Xitoyning mollari azam bo'lg'achqa ko'proq Xitoydan mol import qilayotganligini, agar bu faoliyat butun Turkiyada umumlasa, Xitoyni qo'rqitamizmi, biroq ahamiyatining zo'r ekanligini ilgari surdi. Yaponiya vizasiz sayohat va kirishda viza olish nuqtasidan dunyo bo'yicha afzalligi eng yuqori davlat bo'ldi. Yeni pasport jadvaliga asoslanganda Yaponiya 2020 yilning boshlanishidan boshlab jami 191 davlat bilan vizasiz sayohat va kirishda viza olish kelishimlari tuzgan bo'lib, sayohat erkinligi nuqtasidan eng afzal pasport ega davlat bo'lib tanlangan. Singapur ikkinchi bo'lgan. Xalqaro Osiyo birligi IATA'ning sonliq ma'lumotlariga asosan bekitilgan tizimlikda 189 davlat bilan sayohat erkinlik kelishimi tuzgan Janubiy Koreya va Germaniya 3-chi, 188 davlat bilan kelishimlar bo'lgan Italiya va Finlandiya 4-chi, 187 davlat bilan kelishim tuzgan Ispaniya, Lyuksemburg va Daniya 5-chi bo'lgan. Dunyo miqyosida 111 davlat bilan sayohat erkinligi va kirishda viza olish kelishimlari bo'lgan Turkiya bo'lsa, yuqorqi tizimlikda 55-ratdan o'rin olgan. 199 davlatning pasportlari selishtirilgan mazkur tizimlikda sayohat erkinlik nuqtasidan Suriya, Iroq va Afg'oniston eng oxirgi ratdan o'rin olgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.